Assalomu alaykum barchaga. Mening ismim Ibrohim, men Anora asoschisiman. Hozir sizlarga zo'r taklif etaman. Ya'ni biz Anorani ishga tushirdik и bu yerda affiliate program bor, ya'ni referral program. Sizning o'zingizni linkingiz bilan, unique link bilan boshqalar bilan share qilishingiz mumkin. Agar boshqalar qanaqadir tarif sotib olsa, masalan, bizda 3 ta tarif bor. $19, $59, $200. 20% har biridan olishingiz mumkin. Masalan, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Bitta odam men chaqirganman, ulardan 20% kelyapti. Ya'ni 3.8 bo'ladi. Agar men 10 ta odam chaqirsam, bu $38 yoki 100 ta odam chaqirsam, o'zi $380 bo'lyapti. Xo'p. Birinchi biz anora.ai.xyz ga kirib, sign with Google ni bossak, o'zimiz akkaunt bilan Google ga Anora AI ga kiramiz. Bu yerda ko'rib turganingizdek, pastda chap tarafda akkaunt bor, o'shani bosamiz и akkaunt degan joyga o'tamiz. Bu yerda mana o'zi aytayotdi refer, bu yerda unique narsa qilishingiz mumkin. O'zingizlarning otinglarni yozib qo'yishingiz mumkin. Masalan, men yozib qo'yishim mumkin Ibrohim deb. Create deyman. O'sha menda link bor. Hammasi mana 0 da turibdi. Hech kim chaqirganim yo'q. Men просто shuni copy qilaman-da. Endi любой odam bilan просто men share qilishim mumkin. Agar u kiradi, platformani ishlatib ko'radi, yoqsa, masalan, $19, $59, $200 sotib olish mumkin. 20% sizlarga kelib tushadi. Buni veb-sayt qiyin bo'lsa, ya'ni tracking uchun, agar veb-sayt qiyin bo'ladi deydigan bo'lsanglar, bizda bot ham bor. Ya'ni Anora Affiliate Marketing bot. Ko'rib turganingizdek, bu yerda start bosasizlar. Keyin o'zingizlarni mana shu Gmail'larni ulashinglar kerak Anora AI bilan registr qilganinglar. Masalan, men uladim, connect. Hozir mana bu yerda. Mana connect bu yerda o'zim email'imni kiritdim. Aytayapti account connected successfully. Bu yerda masalan link stats referral bor. Men linkni bossam, meni o'zim linkimni chiqarib beradi. Men просто copy qilib share qilishim mumkin. Ya'ni Telegram ichida yoki bu yerda men statistikani ko'rishim mumkin. Nechta odam chaqirdim, nechta pul ishladim. Yoki referrals bor. Ya'ni qanchasini chaqirdim, qanchasi converted bo'ldi. Kim просто sign up qildi, kim sign up qilib turib, yana sotib oldi. Ya'ni Telegram ichida o'zingizlar ishlatishingiz mumkin.